Payg'ambar alayhissalom muborak hadislarida xayrukum li ahlihi, sizlarda eng yaxshingiz ahli oilaga eng yaxshi munosabatda bo'lganingiz. Va ana xayrukum li ahli, va men esa ahli oilamga sizlarda ichingizda eng yaxshi munosabatda bo'ladiganningizman deya Payg'ambar alayhissalom marhamat qildilar. Demak, erkak kishi oilani rahbari ekan, avvalo ahli ayoliga va farzandlariga e'tiborli bo'ladigan bo'lsa, ularni odob, axloqi, ilm, ma'rifati qanchalik muhim ekanligini farzandga bildira olsa, ana keyin farzand ham harakat qiladi. Ota-onani rozi qilishlikka, ota-onani xursand qilishlikka harakat qilib, keyin ota-onani aytganlariga itoat qiladi azizlar. Nafaqat farzand tarbiyasida bu jihatlargagina e'tibor qilib kifoyalanmasdan, balki farzand tarbiyasida birinchi navbatda Alloh haq subhanahu va taolodan yordam so'rashligimiz. Ya'ni farzandlarning haqqiga ko'proq duo qilishimiz kerak. Hatto insoniyatni eng afzali bo'lgan payg'ambarlar ham farzandlariga e'tibor berib, ta'lim berib, odob axloqni o'rgatish bilan birga Allohga duo qilganlar. Hatto Alloh taolo sizu biz ummatga o'rnak namuna bo'lsin deya payg'ambarlarning ushbu duolarini Qur'onda ham zikr qilib o'tgan. Astag'iz billah. Robbi ij'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal du'a. Ey Robbim, meni va zurriyotlarimni namozni to'kis ado etadiganlardan qilgin deya Ibrohim alayhisalomning duolarini Alloh zikr qildi. Ibrohim alayhisalomdek zot farzandlarini haqqiga nima qilyaptilar? Duo qilyaptilar. Payg'ambarning bolasi ham adashi mumkinmi? Demak mumkin ekan. Tarixda bo'lgan. Shu uchun ota-ona farzandini haqqiga doimiy duoda bo'lish kerak. Chunki ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat. Payg'ambar alayhissalom aytadilar-ki, 3 ta kishini duosi borki dedilar, ularning ijobatida shak shubha yo'q dedilar. Shak shubhasiz ijobat bo'ladi dedilar. Birinchisi da'vatul mazlum, mazlumni duosi, Alloh saqlasin. Birovga zulm qilib, birovga yomonlik qilishdan ehtiyot bo'laylikki, uni qilgan duosi so'zsiz ijobat bo'lar ekan. Ikkinchisi va da'vatul musafir, musofirning duosi dedilar. Chunki safarga chiqqan inson o'zini Allohga topshirib chiqadi, tavakkuli kuchli bo'ladi, Allohga eng yaqin maqomda bo'ladi. Ana shuning uchun musofirning duosi ijobat dedilar. Va da'vatul validi li valadihi, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi deya Payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar. Demak, farzandlarimizni haqqiga Alloh taolodan birinchi navbatda hidoyat so'rab duo qilishimiz kerak. Ey Allohim, shu farzandimni iymonli qilgin, islomda sobit qadam qilgin, ilm ma'rifatli qilgin, odob axloqli qilgin, o'zgalarga zarari emas, manfaati tegadigan solih bandalaringdan qilgin deya duo qiladigan bo'lsak, ana undan keyin sabablarini ushlaydigan bo'lsak, albatta bu farzand inshaalloh ikki dunyoda ko'zimizni quvontiradigan farzandlardan bo'lar ekan.